Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Abrobek Xo'janov YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Afsonalar vodiysining brend face va ambassador hisoblangan Mladshiy Ikromovichdan qisqagina bo'lgan intervyu olamiz. Shuning uchun bu birinchi katta formatdagi videomiz bo'lgani uchun qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Assalomu alaykum Jasur aka, yaxshimisiz? Sizlar yaxshimi? Tuzimsiz? Yaxshi, rahmat. Bugun bu videomizning maqsadi sizdan asosiy narsa savollarni olish, ya'ni misol bu sohaga kirib kelgansiz, ancha bo'lgan, o'zi sizni oldindan kuzatib yuraman. O'zim bu yerga kelishimdan oldin sizni kuzatib yurardim, chunki Afsonalar vodiysi deganda asosan siz yuzingiz ko'p kelib chiqadi, to'g'rimi? Shu tufayli hozir beradigan savollarim bor, shunga javob bersangiz sekin intervyuni boshlaymiz. Tayyormisiz? Okey. Hop, men Jasur Hojimirzayev 2004-yil 2-avgustda tug'ilganman. Uchqo'rg'onning sentri Kindigida tug'ilganman. Shu. Yaxshi. Xo'sh, undan keyingi savolimiz asosan qanday qilib boshlangansiz o'zi bu media sohasiga kirib kelish? Qanday boshlangan o'zi 3-sinfda rubobga berishgan uydagilar 7 yil rubobda o'qiganman, muzikantlikda. Rubobdan chiqib, mana Sardobadagi Madaniyat kollejida an'anaviy ijrochilikda o'qiganman. Keyin Ashillaga Madaniyat institutiga 2 yil topshirib kira olmaganman, gitara chalib to'ylarda qo'shiq aytib yurganman boshida. O'sha tushunarli. Instagramda 16.000 17.000 bo'lgunimcha gitara chalib qo'shiq aytib, oshno tanilganman. Uchqo'rg'onda polniy hamma to'yga borardim tug'ilgan kun. Undan keyin o'sha blogerlikka kirib ketganman, shunaqa birga ko'ramiz deb. U qana boshlangan o'zi birga ko'ramiz degan narsa sizni fishkangiz bo'lib qolgan-ku. Shu narsani aytib bering, qana boshlab o'rgansiz? Hop, Toshkentdan perevod qilib kelganman Namanganga universitetga. Turan xalqaro universiteti bor Ramakada. O'sha yerda media sohasida ishlaganmiz. Matbuotni yurgizganmiz. Keyin Ne'matilloh degan bitta bola bor, Uchqo'rg'onda Zvezda, o'ynaydi o'tiribdi o'zi. Netflix production. Ha, shu hozir unda pastdan rasmini chiqarib qo'yamiz. O'sha bola bilan birga boshida blogerlikni boshlaganmiz, birga ko'ramiz deb Uchqo'rg'ondagi Qo'g'ay degan qishloq, Qayqi degan qishloqqa borganmiz. Qiziqarli lokatsiyalarni ko'rsatib, Uchqo'rg'ondagi matbuot kotiblari bilan birga shevetchilik ishlab, o'shandan keyin boshlanib ketgan. Zo'r. Yaxshi. Xo'sh, bundan keyingi savolimizga o'tadigan bo'lsak, xo'sh, blogerlik boshlaganingizdan keyin siz hayotingizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Ya'ni misol uchun ko'plab tanishlar orttirgansiz, bu aniq, networking kuchaygan. Shu narsalar haqida gapirib bersangiz. Blogerlikni boshlagandan keyin nima desa bo'ladi? Tanish bilish o'ta ko'payib ketdi. Hamma sohada bir singildan tanish bilish bor, Xudoga shukr. Glavnisi shu, odam tanigani, el tanigani. Glavniy maqsadimiz ham biz shu odamlar tanisa, rasmga tushsa deb blogerlikka kirganmiz. Bo'ldi. Pul bayda hech qanaqa hayolimizda ham bo'lmagan pul topish. Hozir Xudoga shukr hammasi yaxshi. Shaxsiy savolga o'tsak, birinchi oyligingiz qancha bo'lgan aka? Aytavering. Aytavering bemalol. 3 million so'm. Birinchi Turan xalqaro universiteti mediasini yurgizganimizda 1,5 million so'm olardim. Shu videoga tushib yurganim ham o'zim o'sha yerda o'qirdim, akalarim bo'lgani uchun. U yoshlikdan akalarim katta marketolog bo'lgani uchun, katta marketing jamoa bo'lgani uchun faqat tekin ishlagandim. Qisqa qilib aytganda o'sha nima derdi? Texnik bo'lib yurgansiz. Ha, esimdan chiqib qoldi hozir. Texnik bo'lib yurganman, kamera ko'tarib, suvlarini tashib, ovqatlarni qilib, hamma joydan tozalab, hamma proyektdan hech qachon pul olmaganman. Keyin o'sha Turan xalqaro universitetiga brend face bo'lib kirganimda 1,5 million so'm berishgan. Keyin undan 3 millionga o'tgan, keyin Afsona qo'shilgan. Afsonadan 3 milliondan boshlaganman. Hozirgi paytda oyligingiz deb. Hozir ayta olmaymiz, ancha yaxshi. Konfidensial narsa bilan aytish mumkin emas. Xo'p, hozirgi Afsonalar vodiysi nimalar bilan bandsiz hozirgi kunda? Nima ishlar qilyapsiz? Qanaqa proyektlar bilan ishlayapsizlar? Shu narsa. Sizlarga sanab beraman. S-Fit sport zal, O'rta Osiyoda u ham premiumda, Namangan premium. Akvapark O'rta Osiyodagi eng katta akvapark, Afsonalar vodiysi parki O'rta Osiyodagi yagona va eng katta park. Hop, bundan keyin yana nimamiz bor? Afsona development bor. U development o'zida 4 ta joyda lokatsiyada uylarimiz bor. Uni har kuni har bitta proyektga borib kelish kerak. Undan keyin Afsona residence qo'shilgan hozir. Yangi qurilayotgan premium xonadonlar. Yana nimamiz bor yana? Tok Energy. Afsona tok bor, bu tok elektropo'zlash stansiyasi. Undan keyin nima deding? Afsona Energy bor. 180 taga yaqin zapravkamiz bor. Ularning ham marketingi bo'lmaydi bizda. Demak, 7 ta bor. Popda ham katta zavod bor, uni ham marketingini biz yurgizamiz. Shunaqa. Undan keyin ko'chada 5-6 ta mayda-chuyda proyektlar bor endi ular. O'z shaxsiy proyektlar. Yaxshi. Xo'p, endi ko'pchilik bilmasligi mumkin, lekin hozir Namanganda bunaqa katta shahar qurilyapti. Ya'ni Dubayda ko'rib yuradigan, kinolarda ko'radigan shaharlaringiz o'zimizning Namanganda qurilyapti. Ya'ni kichkinacha shaharcha. Xuddi Dubay targoviy sentriga o'xshagan tepasida uy bo'ladi, villa, suv ustidagi villalar, shunaqa narsalar. Agar uy olmoqchi bo'lsanglar, pastda nomer qoldirib ketamiz bemalol. Ha, gap yo'q. Pastda nomer qoldirib ketamiz, bemalol to'liq ma'lumot berilgan, kirib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'sh, keyingi savolga o'tadigan bo'lsa, aka sport bilan shug'ullanib turasiz, bilaman. S-Fitda shug'ullanasiz doimiy. S-Fitni brend face ham. Xo'sh,
S-Fitda bilamiz, ko'plab trenajyorlar ko'payib ketgan, yangi zamonaviy, yangi trenерlar keldi, yaqinda suzish bo'yicha murabbiy keldi. Xo'sh, S-Fit haqida ozgina gapirib bersangiz, ya'ni S-Fitda qanaqa shug'ullanasiz, ya'ni S-Fit bilan qanaqa aloqangiz bor o'zi bu yerda? Ishga kirmasimdan oldin S-Fitda shug'ullanib yurardim. Bu yerda o'zi afsonada ish o'rganib yurganimda, u yoqda ham shug'ullanib, videolarni qilib berib yurardim. O'shanaga tanish bilish, Glamis networking, ya'ni tanish bilish bo'lgan. Tanishlarim, shu akalarim bo'lib qolgan. Keyin shug'ullanib yurdik shu. Endi S-Fit qulayligi Namangandagi eng premium zal. Basseyn ichida saunasi bor 2 xil. Suzish bo'yicha o'z trenerlar bor. Shug'ullansangiz, ustingizda trener turadi, Sami Glamis. Noto'g'ri ishlab qo'ysangiz, o'zingiz grija prija bo'lib qolishingiz mumkin. Shuning uchun trener bor. S-Fit tavsiya qilaman. Siz kecha kuni Fransiya yetkazib qo'ydi. Hamma ko'pchilik Fransiya, Ispaniyada yurgandi. Bugun ko'pchilik biladi, Angliya bilan Argentina o'ynaydi. Yarim final juda ham qiziqarli o'yin bo'ladi. Shunda siz misol kimga muxlislik qilasiz bugungi o'yinda? Argentina deyman, Angliyaga. Angliya nimaga misol? Angliyaga muxlislik qilmoqchi, shunisini ham bir ozgina. Men chista Ronaldo muxlisi bo'lganim uchun qanaqadir Argentina yoqmaydi. Yo'q, shuning uchun Argentina qolish uchun ham Angliyaga valik qilaman. Tushunarli. O'zi ko'pchilik shular qilyapti hozir. Xo'sh, yana bitta eng asosiy savolim, uje men Insta o'qib yurgan paytimda ko'pchilik beryapti shu narsani, ya'ni marketing sohasiga kirishmoqchi bu. Misol kirishdan oldin nima maslahat berasiz? Ya'ni misol men bu yerga kirganimda ham stajyor bo'lib kelganman, hozir ham stajyorman. Ya'ni misol mendan so'rashadi, bu yerga qaydan kelding deb. Eng ularga aytadigan javobim, eshik taqillatib borish kerak deyman. Misol imkoniyatlarni qidirib, shu yosh bolalarga nima tavsiya berasiz hozir shu sohaga kirmoqchi bo'lganlarga? Marketing. Hammaning o'zining sohasi bor. Brand face bo'lmoqchi bo'lsa, masalan, men o'zimdan kelib chiqib aytaman. Ko'proq kitob o'qish kerak. Sami Glamisni nutq oshirish uchun. Nutq oshirish keyin networking, o'sha networking bo'lgandan keyin yana o'sha qaysi tanishingiz proyekt oladi, o'sha proyektingizga sizni chaqiradi. Boshida любой odam tekin ishlaydi. To'g'ri. Shu marketing kiraman, boyib ketaman yoki $1000 berishadi yoki $500 oylik ishlayman demaslik kerak. Ana shunday ishinglar kirish kerak, ish o'rganish kerak. O'sha tekin ishlab turib, tanish bilish o'tirish kerak bo'ldi. Asosiy foydalar shu narsa. Networking orqali ko'plab narsalarga erishsanglar bo'ladi. Shu narsa asosiy narsa. O'rtoqlar bitta поддержка qilib, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Tanimaydiganlar bo'lsa, Mlachi Kronch va Avrobek Xo'jamov. Instagramga kirib tanib olsanglar bo'ladi bemalol. Ya'ni negativ yozmanglar, o'zi bu kim, nimaga oxirigacha ko'rdik deb bitta like bosib, поддержка qilib qo'ysanglar, xursand bo'lamiz. Bo'pti. Katta rahmat, aka. Katta rahmat. Sog' bo'ling intervyu uchun. Keyingi intervyumiz Netflix Production va dizaynerimiz bilan bo'ladi. Hozir ular ketyaptilar, ish vaqti tugatdi. Hammaga rahmat. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kommentariyada keyingi mehmonimiz kim bo'lishini yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat. Bo'ldi. See you.